Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaderlik Facebook'taki dünyanın her kaysi çaylardaki daşlar. Hemenlarının muşu vakti ve bunun ikinci vakti hayırlık olsun. Ben dostumla Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan Fatih Süleymaniye Camii'nin yendiki Süleymaniye Vakfı Din ve Fitret Tədqiqat Merkezimizden sizlerge salam bervatım. Bugün şembe günü düştünkin işlemeyimiz. Lekin biz kitap okuyumuz, işimizni davamlaştırımız canım dostlar. Necvah'ın yankısı biz birlikte tedbiriye isim derslerini kılıp bugün 58.'siga, aslında bugün 59. kilişimiz gerekti. Arada Erkin Sıdık akimiz Amerika'dan geldi. Başka faaliyetler oldu degендek. Onun üstüge heyt geldi. Bunu davamlaştıramağan canım qarindaşlar. Ben bu qo'lamdagi Mesuliyet iktidarını besip düşüdü degen mono kitapni sizler bilen birlikte okup öğrenip kilovatkan bugün 58. derste 110. bet 106. bet ku deymi? Hazırının özleri işlen derhal degen yegi kegen tok canım dostlar. Bunu davamlaştırmamız. Bu bugünkü derste nimelerni öğrenimiz degen vaqtida 4. bab vazifeni mesuliyetini toluq urulan mesuliyetini adetke aylandırın degen babdan eşip qalgan hazırının özüdele işlen derhal kesbini süyüş mesuliyetinin davamı. Ondan keyin 5. bab inchki tafsilat orqali mas'uliyatni namoyon qilg'ili bo'ladi. Mas'uliyat g'alaba yoki mag'lubiyatni belgilaydi. Degan bobdan azroq mas'uliyatsizlik qilishmi zo'r bedel to'lashga majbur qiladi degan ma'nodagi mavzudagi temadagi darslarni birlikda o'rganamiz. Bu kitapni rahmetli dadam öz vaqtida bana dadamniki pochorkisi bu vatandan ivetken başka nurgulluğan kitaplar bilen birlikte yani milli tibabet ve özünü yetiştirişke ait kitaplar bilen birlikte 20-30 baş kitap ivetken şularını köpeytip kitap hallağa yakında karısam Istiqboraxan kitapxanasının bu kitaplar düşüptü bu kadarlı qarindaşlar. Şehirden setip alsanlar buludu. Hazırının özüdülü işlem derhal. Bir katımlık hareketlendirici güç tədqiqatı yığınında baş lektor bir faaliyetini teşkilleydi. O köpçülük biz bir oyun oynaylı. Hemmeler çukum bununla bütün zihnler bilen birleşinler hem hareketke kelişinler gerek deydi. O portmalıdan 100 yuanlık puldan bir varak alıp kim öz yenidan 50 yuan çıkarıp bu 100 yuanga tegishini halaydı deb so'raydi. O bu gapni bir qancha qatim takrorlagan bo'lsa-mu, ammo hech kim harakatga kelmaydi. Eng oxirida bireylan munbarga yugurib chiqadi. Ammo u chiqqandan keyin muallim bilan uning qo'lidagi pulga gumonsirab qarab harakat qilishga petinolmaydi. Bu başlıktır agahlandırıp maslashish, qatnashish, hareketga kelish kerak degandala andın o hareketga kelib o 100 yuanlik pulga erishib 50 yuan payda aladi. En ahirida başlıktır her qandaq işte derhal hareketga kelish tezden hareketga kelish kerak. Shundala hayatınız boshqacha bo'ladi deydi. Akıllı kişiler derhal hareket kilidi. Ahmak kişiler işini keyniga sürdü. Bir işqa tezden tutuş qilishimiz kerak. Bo'lmaganda sizning şu işni vaziyatning ihtiyacı tüpeyli mecburi qilishingizga to'g'ri keladi. Akıllı kişiler qandaq işni derhal qilishni, qandaq işni aldırmay qilsimi bo'ladiganligini biladi. Onun üstüge ular işini xushallik bilan qiladi. Derhal hareket kilish ruhi sizning xizmat jarayoni duch kelishingiz mumkin bo'lgan qiyinchilik
ve tosalgılarını yenikletidi, sizni texmi tezrek netice kazanışqa yetaklaydi. Siz dağlıq marka bolgan Kentucky'nin Jungo bazarga qandaq kirib kelganligini bilemsiz. Dastlabda şirket Jungo bazarini kuzatishga bir vakil evatdi. Bu kishi poytaxt Beijingga kelibla ko'chada nurg'un kishilarning yurganligini ko'rib hayajonlanib ketdi. O Kentucky'ning Jungoga kirgandan keyingi go'zal kelgusini tasavvur qilishga boshlaydi. Bizga nisbatan aytganda bu vakil o'z vazifasini xeli yomon emas o'rindagan hisoblanadi. Ammo o bosh shirkatga qaytib, liderga o'zining tasavvurlarini texi aytib bo'lolmay turibla ishdan to'xtatildi. Onun o'rniga yana bir vakil bu ishni o'rindashga Beijingga avatildi. Yeni vakilning boshda kelgan vakilga o'xshamaydigan yeri, o oldi bilan Beijingdagi bir qancha ko'chaga kirib, odam eqimini kuzatib chiqdi. Yana nurg'un yerlarni kuzatdi. Keyin yana o'xshamagan yosh qatlamidagilar, o'xshamagan kasbdagilarga to'qi kavopini tetib, ulardan to'qi go'shining ta'mining qandoq bo'lganligini, bahosining muvofiq bo'lmaganligini tafsili surishti qildi. Keyin u yana Beijingdagi yog', un, ko'ktat, hatto to'qi yemiga qadar narsalarning bahosini surishti qilib, har birisidan o'rnak olib, sonliq materiallarni to'plab, bosh shirkatga qaytdi. O uzun o'tmay bu vakil bir top kishini başlap Beijingga keldi. Kentucky mana mushunda qilib Jungo bozoriga qadam qo'ydi. Tunji savdo vakilining ishdan bo'shatilishiga sabab uning yangi tasavvurini o'ttirib qo'ya olmaganligida emas, balki uning tasavvurlarining butunlay quruq gap bilan bo'lganligida. Keyin kelgan vakil o'ylig'ini bo'yicha ish ko'radigan hamda tizdan harakat qiladigan kishi. Onun kallasida yalg'iz Kentucky'ning Jungo bozorlariga qadam qo'ygandan keyin erishadigan go'zal kelgusiga bo'lgan tasavvur bo'lib qolmay, yana o'z amali harakati orqali bu go'zal tasavvurni ishga oshirishga bo'ladiganligini isbotlaydigan faktlarni qo'lga keltirdi. Agar biz bir ishni qilamiz deydiganmiz, derhal harekatga kelishimiz kerak. Çünkü dünyada 93% kişi o'g'irlik qilganlik sababidan hech ishni boshqa elib chiqolmaydi. Her bir kunda shu kunlik g'oya va qaror bo'ladi. Tugaganda tugunning ishi bo'ladi. Tunugunda tunugunning ishi bo'ladi. Bugunda bugunning ishi bo'ladi. Ati yana atining ishi bo'ladi. Ba'zilarga nisbatan aytganda vaqt pul demakdir. Ba'zilarga nisbatan aytganda vaqt keraksiz mal. Tugimas ham xiyollarni surgandan ko'ra bir qatim harakat qiling. Agar siz xatolik o'tkazgan bo'lsangiz, dunyo sizni ko'chirib o'tadi. Agar siz hech qanday bir qarorga kelmagan bo'lsangiz, dunyo sizni hargiz kechirmaydi. Agar siz haqiqiy bir qarorga kelgan bo'lsangiz, derhal harakatga keling. Siz derhal hareketki kelish odatini yetildirgan bo'lsangiz, algı besishning javhiriga erishgan bo'lasiz. Sizning xizmat iqtidoringizga xizmat pozitsiyasingizda qo'shganda, bu sizning ish haqingiz bilan xizmat vazifangizni belgilaydi. Xizmat unumi yuqori, ishni ko'p qiladigan hamda birilib qiladigan kishilar ko'pincha shirkatning muhim ishlariga mas'ul bo'ladi. Siz mangu aktivlik bilan ish qilish niyatiga kelgan vaqtingizda go'zal istiqbol uchun muhim bir qadam bosgan bo'lasiz. Dastlabda siz bu xil pozitsiyani yetildirishning uncha oson emasligini his qilasiz. Ammo keyin bu pozitsiyaning sizning qimmatingizning bir qismiga aylanganligini bilasiz. Boshqalarning muayyanlashtirishining sizning xizmat ve turmuşunuzga yardımı tegadiganligini his qilgan vaqtingizda siz hamma ishda mushundaq pozitsiyada bo'ladigan bo'lasiz. Aldirash kishilar vaqtni keyniga surishni xohlamaydi. Turmush xuddi layt supatlagandek,
turmush xuddi velosiped minganga o'xshaydi. Biri bo'lsa tempoqlikni saqlab olg'a ilgirlaydigan gap. Biri bo'lsa yerga yiqilib tushadigan gap. Xizmat unumi yuqori kishilarda belgilik vaqt ichida ma'lum bir ishni o'rinlash yangi bo'ladi. Ular har bir ishni qilishga ketadigan vaqtni belgilab qo'yadi. Hamda o'zini shu vaqt ichida shu ishni qilib bo'lishga ogohlantirib turadi. Gerçi sizning xizmatingizga belgilab qo'yilgan vaqt cheklamasi yo'q bo'lsa-mu, o'zingizni mushunda qilishga chiniqtirishingiz kerak. Siz o'zingizning qisqa vaqt ichida nurg'un ishlarni qilib bo'la oladiganligingizni sezgan vaqtingizda cho'qim hayron qolasiz. Bir psixolog uzun yillardan buyon natija qozongan arboblarning ruhiy dunyosini tadqiq qilib, oxirida ikki xil mohiyatlik kuchni bayqagan. Biri keskin hem puxta logikalik tasavvurning turtkisida jafoga chidab xizmat qilish. Yana biri tuyuqsiz paydo bo'lgan, to'lib taşqan ilhamning turtkisida darhol harakatga kelish. Taqdirni o'zgartkili bo'ladigan ilham turmushimizda paydo bo'lganda nurg'un kishilar uni bosirib qo'yib, aslidagi turmush ritmiga qaytishga odatlanib qolgan. Qaysi vaqtda qaysi ishni qilgan bo'lsa, yana shu ishda qilgan. Ular ichki hayajonning insoniyatning yushurin engini obyektiv dunyoda ishga oshiradigan tez sur'atli poyezd ekanligini o'ylab yetolmagan. William James bundaq deydi: "İlhamning har bir qatim chaqnishi va bishorat berishi xuddi parga o'xshash, nihoyat tezla hech bir iznasiz yo'qolib ketadi." Bu fursatdan mahrum qilishdanmi yomon ish? Bu fursatdan mahrum qilishdanmi yomon ish? Chunki u shaklsiz holda ilhom yaratgan normal yo'llarni uzib tashlaydi. Shuningda insoniyat qat'iy ham o'zgarishga tez taqobil turadigan kuch to'plab, hayotda yuz berib turadigan xilma-xil o'zgarishga taqobil tura olmay qoladi. William James'ning gapi ekan, qadarli qarindoshlar, qayta takrorlaylik. William James mundaq deydi: "İlhamning har bir qatim chaqnishi va bishorat berishi xuddi parga o'xshash, nihoyat tezla hech bir iznasiz yo'qolib ketadi. Bu fursatdan mahrum qilishdanmi yomon ish. Chunki u shaklsiz holda ilhom yaratgan normal yo'llarni uzib tashlaydi. Shuningda insoniyat qat'iy ham o'zgarishga tez taqobil turadigan kuch to'plab, hayotda yuz berib turadigan xilma-xil o'zgarishga taqobil tura olmay qoladi." Ward B. Pitkin Hollywood'dagi vaqtida bir yosh qo'llovchisi uningga yuraklik bo'lgan qurilish xarakterlik bir loyihani taklif qiladi. Bu chaqda shu maydondagi kishilarning hammasi onun bu teklifiga qiziqib qoladi. Chunki bu taklif o'ylanib beqishga arziydi. Ular o'ylanib, andin muzokara qilib, eng oxirida qanday qilishni qaror qilmoqchi bo'ladi. Ular bu loyihani muzokara qilayotganda Pitkin darhol qo'liga telefonni olib, Wall Street ko'chasiga telegram yo'llab, bu loyihani qizg'inlik bilan sharhlaydi. Albatta, bundaq uzun bir telegramını yollash ketadigan haqmo intayin yuqori edi. Ammo bu ish Pitkinning ishonchini aks ettirib berdi. O'ylanmagan yerdan 10 million Amerika dollarlik kinoga mablag' selish turi mushu telegram sababi bilan ishga eshib to'xtam tuzildi. Agar ular vaqtni keyinga surgan bo'lsa, bu taklif loyihasi ularning oldirmay elib borgan suhbati natijasida o'zligidan yo'qolib ketishi mumkin edi. Eng bo'lmadi degandimi, bu loyiha dastlabki qimmatidan tuvallab ketadi. Shubhisizki, Pitkinning dal vaqtida harakat qilishi to'g'ri bo'lgan. Nurg'un kishilar Pitkinning ish bajarishini oddiy ham aniq deb havas qilishdi. Amaliyotda u o'z turmushida darhol harakatga kelish odatini yetildirgan. Qadirli qarindoshlar, o'qiyotganimiz qo'limdagi bu mas'uliyat iqtidorni besib tushirdi degan noch kitob.
davamlaştırırız. Yani derhal hareketga ötüş desek mi bunu da? Dünyada mükemmel iş bulmaydı. Hamma ishni mükemmel qilish mangu mumkin emas. Vaqtni keyniga surib, keyin yana ahmoqlarcha ishni mükemmel qilaman deb uringanda, hassalab jafo tortgandan sirt yana ilhom beradigan xushallikdan mahrum qolamiz. Atrofliq o'ylanish orqali o'zining harakatga kelmasligini yushirish, tuyuqsiz hayajonlanib bir ishlarni xato qilib qo'ygandanmi xatarlik. Nurg'un vaqtlarda siz darhol xizmatning asosiy temasiga kirishingiz, hayronlik bilan shuni bayqaysizki, hamma ishni mukammal qilaman deb sarf qilgan vaqt va yushun iqtidoringiz orqali ish bitkizman desangiz, umidsizlikka petib qolasiz. Uning ustiga nurg'un ishlarni darhol qo'l solib ishlashingiz xushallikqa, qiziqarlik bo'lishga erishsiz. Natija qozonish o'limingizmi shuncha yuqori bo'ladi. Darhol tutish qilib ishlang. O'zingiz qiling. O'zingiz qo'l tiqib ishlang. Bu hozirgi zamondagi natija qozongan kishilarning ish qilish uqumi. Har qanday bir plan va loyiha sizning natija qozonishingizga kafolatlik qila olmaydi. Nurg'un korxonalarning mana qayta o'qitay. Darhol tutish qilib ishlang, o'zingiz qiling. Bu hozirgi zamondagi natija qozongan kishilarning ish qilish uqumi. Har qanday bir plan va loyiha sizning natija qozonishingizga kafolatlik qila olmaydi. Ya'ni uni qilmasangiz, o'sha turadi qog'ozning ustida yoki kallangizdagi o'yda. Nurg'un shirkatlarning bugungi kunda natija qozonishdagi sabab ularning hamma ishini plan bo'yicha qilganligi emas, balki qadam-qadam harakat qilish jarayonida uzluksiz tangshash ilib borganligi va amaliyotdan o'tkazganligi. Chunki har qanday planning kamchiligi bo'ladi. Plan qog'oz yuzidagi narsa, amaliyot bilan belgilik farqlilikka ega. Planni ijro qilish jarayonida o'zgartishga bo'ladi. Ammo buningdagi muhim nuqta yanala darhol qilishda. Nishoningizga asosan darhol harakatga keling. Harakat bo'lmasa, har qanday yaxshi planmo ham xiyol bo'lib qoladi, xolos. Hozirla harakatga keling. Bizning ota-bobolarimiz degandek, harakatda barakat, qadrli qarindoshlar. Kasbni suyish mas'uliyatning davomi. Bu 5-babga o'tishdan burun 4-babda o'rganib o'tilgan eng oxirgi mazmun, qadrli qarindoshlar. Kasbni suyish mas'uliyatning davomi. Shanxayda metroga o'tirib bakkan kishi Shanxay metrosining 2-nomerlik liniyasida yuz bergan ishni cho'qim biladi. Shanxay metrosining 1-nomerlik liniyasini Germaniyaliklar loyihlagan. Qaramoqqa alayda bir yerimi yo'q. Jungoning o'zining loyihlaguvchilari 2-nomerlik liniyani loyihlab, planlab ishlatishga topshirgandan keyin andin 1-nomerlik liniyadagi nurg'un inchki yerlarga 2-nomerlik liniyada sal qaralganligi aniqlandi. Natijada 2-nomerlik liniyaning aylanish tannarxi 1-nomerlik liniyadagidan eshib ketdi. Shunga hozircha haq ilish o'lchimini o'xshash qilg'ili bo'lmayapti. 3 baldoq palampayning ruli. Shanxay jungoning sharqiga joylashgan. Yer shakli dengiz yuzidan azroqli egiz. Yoz kelsila bir qism imoratlar yomg'ir suyiga chilinib qoladi. Germaniyalik loyihlaguvchilar bu nuqtaga diqqat qilib, metroning 1-nomerlik liniyasining chiqishi g'iziga 3 baldoq palampayni ortiq loyihlagan. Kishilar metroga kirmoqchi bo'lsa, avval bu 3 palampay orqali yuqori o'rlagandan keyin andin tuvanga qarab tushdi. Bu 3 palampay yomg'ir yoqqan kunlari yomg'ir suyining metroning ichiga kirib ketishining oldini olib, metroning kalkundan mudofaa kirish besimini yeniklatadi. Amaliyotda 1-nomerlik liniyadagi kalkundan mudofaa kirish asralarining hech qaysisi hozirga qadar ishlatilib boqmadi.
Halbuki ikkinchi numurliq liniyada bu palampeyler kem boğaçqa, yağmur yaqqan kunlari metroga su kirib ketib, g'oyat zo'r iqtisodiy ziyon keltirib chiqarmoqda. Chiqish eg'iziga yasalgan do'qmushning rolini tushunmaslik. Germaniyalik loyihachilar yer shakli, yer tuzilishiga qarab, metroning har bir chiqish eg'izining oldiga birdan do'qmush loyilagan. Bunda qilsa, metroning kirish chiqish eg'iziga qasddan avorichilik elib kelganlik, qurilish tannarxini ko'paytirayotganlik bo'lmamdi. İkinci numaralık metro işe kiriştirilgandan keyin kishilar andın bu do'qmushning sirini bildi. Amaliyotda buning davlisi intayin oddiy edi. Agar uyingizda havo tanshugichnimi ishlatib, deriznimi ichib etsangiz, oyda ortiqdan ortiq to'lab ketayotgan tok pulingizga ichingiz og'rigan bo'ladi. O'ylab bakın, bir metroning bir qancha chiqish eg'iziga do'qmush yasash orqali qanchalik tok iqtisod qilg'ili bo'ladi. Kimde yana qanchalik to'shish tannarxini tejab qolg'ili bo'ladi. Kimde yana qanchalik to'shish tannarxini tejab qolg'ili bo'ladi. Bir zinnat siziqi yo'lovchilarni texmo bexatar qiladi. Metroga o'tirib boqqan kishilar biladi. Siz relsga bak yaqin turvasangiz, poyezdning kelishi bilan sizda bir xil xatar tuyg'usi paydo bo'ladi. Beijing, Guangzhou qatorliq joylardagi metrolarda yo'lovchilar rels yo'liga tushib ketishdek xatarlik voqealar yuz bergan. Germaniyalik loyihachilar loyisida odamni asos qilish tasavvurini ishga oshirib, rels yo'liga 50 sm qolgan yerga metal bilan zinnat siziq yasab, yana bir qo'r qora ranglik marmar tosh yotqizib chiqqan. Bunu ko'rgan kishilarda bir xil diqqat qilish engi paydo bo'ladi. Shuning bilan ular bexatarlik siziqining ichiga kirib olmaydi. Halbuki ikkinchi numurliq liniyada loyihachilar bunga diqqat qilmagan. Yo'lovchilar o'zlarining o'ylashmayla relsga yaqin turib qolganini bilmaydi. Shuning bilan metro shirkati yo'lovchilarning bexatarligini saqlashga maxsus odam o'rinlashtirishga majbur bo'ladi. O'xshash bo'lmagan kenglikdagi supining kishiga beradigan ozodlik tuyg'usimi o'xshash bo'lmaydi. Nurg'un kishilar Shanxay metrosiga kirganda ikki liniyadagi temir yo'lning kishiga beradigan ozodlik tuyg'usida g'oyat zo'r farq borligini his qiladi. Birinchi numurliq liniyadagi supa kengri loyilangan. Poyezdga chiqish, tushish intayin qulaylik. Ikkinchi numurliq liniyaga kirgandan keyin tar yasalgan supa kishida bir xil bearamlik tuyg'usi paydo qiladi. Bo'libmi ishqi chiqqan va tushgandagi yo'lovchilar yuqori pallasi ko'tarilganda texmi shundoq. Shanxayga o'xshash bundoq cho'ng shaharda ikkinchi liniyadagi supa kishiga bir xil qisqanchilik tuyg'usi beradi. Nemishqa supa ishiki qisqartib etiladi? Germaniyalik loyihachilar birinchi numurliq liniyani loyilaganda birinchidan yo'lovchilarning so'pidan tushib ketmasligi, ikkinchidan so'pining issiqlik miqdorini azaytish uchun har bir belgilangan doiraga birdan so'pa eshigi loyilagan. Poyezd kelganda bu eshiklar ochiladi. Poyezd kelgandan keyin yopiladi. Halbuki Junguluq loyihachilar qurilish tannarxini tejash uchun bu so'pa eshigini qisqartib etgan. Ular Germaniyalik loyihachilarning bu xil maqsadini tushunmagan. Bu Junguluq loyihachilar Germaniyaliklardek aqlli emas deganlikmi? Hargiz undaq emas. Buningdagi muhim nuqta xizmatga bo'lgan astoydillik va inchki pozitsiyani yetildirishda. İtaliya Fransiyaliklarning romantikligiga selishtirganda Amerikaliklar erkin keladi. Germaniyaliklar kishilarga bir xil keskin, astoydil, hatto qusurchi ko'rinadi. Ammo ularning dal mushu xil qilchi bexastalik qilmaydigan keskin, astoydil xizmat ruhi Germaniyani 2. Dünya urushidan keyin dunyo bo'yicha 3-o'rinda turadigan kuchli davlat o'rniga chiqardi. Kasbchilik mas'uliyat tuyg'usining ifodalanishi.
Xizmatni suyish ruhiga ega kishi shirkatning taraqqiyoti uchun haqiqiy tuhfa qo'sha oladi. O'zimi xizmatdan xushallik topa oladi. Bunda xodimlar haqiqiy mas'uliyat tuyg'usiga ega xodim hisoblanadi. Kasbchanlik mas'uliyatning yuksaklikka ko'tarilishi. Mas'uliyat ma'lum nuqtadan elib aytganda bir xil majburlash xarakteriga ega. Chunki xizmat doirasi bekitilganda shuningga munosib mas'uliyat yuklangan bo'ladi. Bu nuqtadan gumonlanishga bo'lmaydi. Ammo kasbni suyish xodimlarning bir xil aktiv ruhiy holati. Buningda xodimlar o'z xizmatini o'rinlash bilan cheklanib qolmay, yana bir xil yuksak mas'ul bo'lish ro'yi bilan o'z xizmatini tamomlaydi. Agar bir kishi maash olish uchun xizmat qilsa, uning turmushi intayin oddiy o'tadi. Ammo hayotdagi haqiqiy natija uning kundan kunga oddiylashib ketayotgan xizmati bilan uningdan yiroqlashadi. Xizmat qilishdagi maqsad maash olish uchun bo'lsa bo'lmaydi. Xizmatning sizga elib keladigan konvert ishidagi maoshdan xizmatning sizga elib keldigini konvert ishidagi maoshdan ko'p bo'ladi. Bir odam bir xizmat bilan shug'ullansa, bu xizmatning uningga beradigan maoshi o elishga tegishli bo'lgan nafning faqat bir qismi bo'la oladi. Yana nihoyat az bir qismi deyishga bo'ladi. Maaşdan sirt xizmatning shu kishiga beradigan haqqi yana qimmatli tajriba, kasbiy mashq, iqtidorni ifodalash va kasbiy safoning tarbiyalanish qatorliqlar bo'ladi. Bu narsalarning qimmati ish haqqiga solishtirganda necha hassa yuqori bo'ladi. Tugvan Mifo kooperativining raisi bo'lgan vaqtida xodimlarga intayin yuqori talab qo'yatdi. O kesib deydigan kishilarni olaman. Maash uchun deydigan kishilarni ketkizib etaman. Kasbning qimmati uchun to'plangan iqtidor kasbni buyuk qila oladi. Shirkat qiyin vaziyatga duch kelsimi, bu kishilar shirkat bilan billa bo'ron chapqunga yuzlanadi. Japadimi, halovatdimi billa bo'ladi. Maash uchun kelgan kishilar shirkatning o'ziga qiziqib emas, balki shirkatning farovonligi va ta'minotiga qiziqib kelgan bo'ladi. Agar kunlarning birida shirkat qiyinchilikka duch kelsa, ular oldi-keyniga qaramayli ketib qoladi. Chunki ular olmoqchi bo'lgan narsani shirkat ularga davomli berishga amalsiz qoladi. Ular hamon o'zlariga haqiqiy moddiy naf yetkazadigan shirkatga boradi. Ularning keladiğini bu shirkat bo'lmaydi, deydi. Bu dal kasbni suyish va so'ymaslikning farqi. Kasbni suyishning kishiga elib keladigan foydasi maoshda emas, balki xizmatning paydo bo'ladigan qanoat tuyg'usi va natija qozonish tuyg'usidir. Xodimlar o'z kasbini haqiqiy so'yganda o'z shirkatiga sodiq bo'ladi, o'z ishiga sodiq bo'ladi. Uning ustiga bu xil sodiqlik tabiiy bo'ladi. Ba'zi moddiy sabablar tufaylidan shirkatga bo'lgan sodiqligi suslab qolmaydi. Shirkatlarning yadrolik raqobat kuchini yaratish uchun shirkat rahbarlari xodimlaridan kasbni suyish ruhiga ega bo'lishni talab qilish kerak. Kasbni suyish ruhi shirkatni boshqalar tatbiq qilmaydigan raqobat kuchiga ega qiladi. Kasbni suyish ruhi Xayr shirkati ruhining bir qismi. Xayr shirkati Jan Ruymin mundaq deydi. Nuqson bir mahsulot keraksiz mahsulot hisoblanadi. Shunga hamma mahsulot a'lo bo'lishi kerak. Kasbni suyish ruhiga ega xodimlarga nuqsonsiz mahsulot, kasbni suyish ruhiga ega xodimlarga nuqsonsiz mahsulot ishlab chiqara oladi. Dal mushundaq kasbni suyish ruhi xayr mahsulotlarining nuqsonsiz bo'lishini ishga oshira oladi. Chunki ular bir persenlik xatolikning
100%lik mesele keltirip çıkırdıganlıkını oddan bildi. Meselenin kelip çıkışıda bizning 1%lik hatalık nispetini sığdıralışımız mühim emas. Eğer biz 1%lik hatalıkni boldu kılıversak, şirket 1% xeridadan mahrum bolup kalmay, yani işençilik derecesine düşüp ketidi. İşenç o'rnatish intayin qiyin. Ama işençini yo'qotish birdamlik ish. Kam kutusiz mahsulot ishlab chiqarish bilan 1%lik hatalık ötküzüştün ibaret bu iki xil ahvoldagi muhim nokta şirketning pozitsiya meselesi. Bu xil pozitsiya mahiyet jihatda kasbni söýüşden ibaret. Kasbni söýgändeler şirketning hayatı texmi kuchga to'ladi. Kasbni söýüş mesuliyetning davomi ve yükseklikka ko'tarilişi. Karxananing, yani şirketning yadroluk raqobat kuchini yaratish deganlik sodiqlik ve mas'uliyatchanlikni yadro qilgan şirket atriti ruhini yetildirish deganlik. 100%lik mas'uliyat tuyg'usi bo'lish kerak. Atrat qurilishi ve o'zaro tushunish bo'lish kerak. Oldi bilan siz şirketni suyishingiz kerak. Andın öz şirketingizga sodiq bo'lasiz. Kasbni suyish mas'uliyatning davomlashishi. Bular şirketning gumurilib tushmaydigan ruhiy qo'rg'ini, şirket hayotining davomlashishi ve taraqqiy qilishining asosi. Qadrli qarindoshlar, bu kitapta shu korxona degan gapni bekchiq ishlatildi ekan. Hem de üzerine bilisizler, biz adetlenip kalgan, yani şundaqdan Türkiye'de yaşayatımız. Şuna şirket deb elivatıma bazı yerde toxtab kep kaldım, keçirisizler. Ve ünlüvat kılımız, kadirli kırındaşlar, kolamdaki bu mesuliyet iktidarını besbçuda degen kitap. 32 minut boğan okşaydı, canım dostlar. Hem de bu kitaptan 5. babga emdi keldik. İnchki tafsilat orqali mas'uliyatni namoyon qilg'ili bo'ladi. Mas'uliyat g'alaba yoki mag'lubiyatni belgilaydi. Bu babda biz nima o'rganamiz desak, inchki tafsilat orqali mas'uliyatni namoyon qilg'ili bo'ladi. Mas'uliyat g'alaba yoki mag'lubiyatni belgilaydi degan bu babda bugun o'rganganimiz azroq mas'uliyatsizlik qilishmi zo'r badal to'lashga majbur qiladi degan bir mazmunni o'rganamiz. Bu kitap 5. babida undan boshqa yana mas'uliyat inchki tafsilotlarda ifodalanadi. Xizmatda kichik ish yo'q. Ko'ngil qo'ysingizlar, kichkina alomatdan shu ishning mohiyatini bilalaysiz degan mazmunlar bor ekan. 161 betgacha 121 betdan biz hozir balki meni bir dars qilish ehtimolligimiz bor inshaalloh. Buni hozircha azroq mas'uliyatsizlik qilishmi zo'r badal to'lashga majbur qiladi degan mazmunni o'rganib turaylik. Braziliya dengiz okyan transport şirketi evetken qutquzish kemasi vaqa yuz bergan naq maydonga yetib kelganda Atlantik okeanni aylanish nomli dengiz paroxti yo'qolib ketgan edi. 21 kema a'zosimi izdiraksiz yo'qolib ketgan bo'lib, dengiz yuzida faqat bir dona qutquzish signali tarqitish apparatidan ritmli holda qutquzish signali tarqatilyapti. Qutquzish xodimlari tip-tinish dengiz yuziga qarab hayron qoldi. Dengizning bundaq yaxshi yerida zot nima ish yuz berib, bundaq bir ilg'or kemini cho'ktirganligini hech kim o'ylab yetolmaydi. Bu chog'da bir kishi qutquzish signali tarqitish apparatining ostiga bir botolkaning bog'liqlik turganligini bayqaydi. Ular botolkani etishga ishidan 21 xil pochorka bilan yozilgan bir parcha xat chiqadi
xatda yozilgan mazmunlar bundaq. Birinchi yordamchi Richard. 3-ayning 21 kuni men Auckland portida ayolimga xat yozganda ishitaman deb o'z oldimga bir ustal chirig'i setib oldim. Ikkinchi yordamchi Saman. Men Richardning bir ustal chirig'i setib olganligini ko'rib, onunğa bu ustal chirig'ining osti bak ojiz ekan, paraxod dengizda daval qilganda eng yaxshisi ishlatmagin dedim. Ammo onunğa bak kirishib qolmadim. 3-cü yordamchi Part. 3-ayning 21 kuni tushdan keyin paraxod portdan ayrıldı. Men qutquzish salini tushirish apparatida çatak barligini bayqab, qutquzish salini jaziga bog'lab qo'ydim. İkinci derecik matros Davis. Paraxod portdan ayrılış vaqtidagi tekshirishda matroslar rayonning eshigini yepish apparatının çatak chiqqanligini bayqab, eshikni sim bilan ching bog'lab qo'ydim. İkinci derecik boshqaruvchi Enter. Men o'tdan mudofaa ko'rish aslahalarini tekshirayotgan chaqda matroslar rayondagi o't o'chirish trubasining datlashib ketganligini ko'rdim. Ko'nglimni yana bir qancha kunga qolmayla portga yetib keladigan to'saq, shu chaqdala o'ngshmaymanmi deb o'yladim. Kapitan Mekim. Yo'lga chiqqanda ishlar bak jiq bo'lg'achqa, paluba bölümü ve turbina bölümünün bexatarlik tekshirish dokladini ko'rmadim. Texnik Denner. 3-ayning 23 kuni etdiganda Richard bilan Solining bölümündeki ot aptini signal berish apparati arqadan 3 qatim signal berdi. Vart ikimiz derhal bardık. O yerde hech qanday ot ketganlik alomati ko'rilmadi. Signal berish apparatidan çatak chiqqan o'xshaydi deb o'ylab, onu söküp elib, Hoytmanga boshqa birini elib kelib, o'rnatib qo'y deb durib qo'ydim. Texnik Vart. Vart degan men bo'laman. Boshqaruvchi Hoytman. Men ularga men bek aldirash, sel turib sizlarga yangisini elib beray dedim. Mulozimatchi Skuni 3-ayning 23 kuni soat 13 da Richardning yatiqiga uni izlab borgan edim. O yo'q ekan. Birdan o'ltirgach, uning ustal chirig'ini yondirib qo'ydim. Bosh yordamchi Kimok. 3-ayning 23 kuni soat 13:20da men Soli bilan Robertni boshlab bexatarlikni tekshirdim. Richard bilan Solining yatiqiga kirmadim. Ularga o'zinglarning yatiqini o'zinglar tekshiringlar dedim. Birinci derecedeki matros Soli. Men külüp kuyup yatağa kirmedim. Kümokның keyninin ägişip mangdım. Birinci derecedeki matros Robert. Men yatağa kirmedim. Soli'nin keyninin ägişip mangdım. Maşina ve elektrik üskünleri başlığı Ken. 3-ayning 23 günü saat 14'te kilapanның içilip qalğanligini gördüm. Ama bu xil ahval ilgili köp qitim yuz bergachga buningga bak iranishib ketmadim. Uni qaytadan yetib qo'yib, nemishqa bundaq bo'lganligini tekshirmadim. 3-chi darajalik boshqaruvchi Marsin. Boshqacha bir narsa purgandek qilib edi, oshxonaga telefon berib, "Çatak chiqdimi yo'q" deb aniqladim. Andin havo o'tishish ko'znikini ochqizib etdim. Bosh oshpaz Sinov. Marsin bana telefon berganda, onunla bu yerde nemi iş bulattı, tezirek tushib tamak etishga yordamlashgin deb chaqchaq qildim. Andin g'usaladim. Bu yerde çatak yok-ku deb so'radim. İkinci derecik aşpaz g'usala mana bir narsa purgandek qildi. Ama bu yerde nemi ish chiqatdi deb o'ylab tamaqimni etiverdim. Texnik Nubu. Marsinning telefonunu elipla şamal ötüşüş közlüğünü içip ettim. Başqurg'uchi Deismin. Saat 14:20'da men bekar o'tirgan xodimlarning hammasini oshxonaga kelib, kechlik tomoq tayyorlashga yordamlashga chaqirdim. Doktor Morris. Men sayyora diagnoz qo'yishga chiqmadim. Tokchi Hert. Kechda men
dijunluk qiladigan chog'da oshxonaga kirdim. Eng oxiri kapitan yozgan bo'lib, xat mundaq yozilgan. Soat 19:20da o't ketganligini bayqudik. Richard bilan Solining yatqida o't kuyayotgan edi. Ahvol bek chatoq bo'lib, biz o't ofatini kontrol qilishga amalsiz qoldik. O't bargan sari kuchayishga boshladi. Oxirida butkul paraxod o't ichida qoldi. Biz har birimiz az-azdan xatolik sodir qilgan bo'lsakmi, oxirida bu odam o'lib, kimi cho'kib ketishdek ig'ir fojiani keltirib chiqardi. Oxirida bu odam o'lib, kimi cho'kib ketishdek ig'ir fojiani keltirib chiqardi. Bu xatni ko'rib bo'lgandan keyin qutqizish xodimlarining hech qaysisining og'zi gap kelmay qoldi. Dengiz yuzi ajoyib tinch edi. Ko'pchilik shu ishning butkul jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rgandek bo'ldi. Har bir xodim sodir qilgan kichkina xatolikning oqibati vayron bo'lish bilan oxirlashdi. Har qanday ishni qilishning qat'iy nazar, har qanday inchki tafsilotga sal qarashga bo'lmaydi. Har qanday ishni qilishdan qat'iy nazar, har qanday inchki tafsilotga sal qarashga bo'lmaydi. Bo'lmasa intayin ichinishlik badal to'lashga to'g'ri keladi. Padişah Richard 3. hayat mamatlık jangga atlanadigan bo'ldi. Richmondning grafi Henry boshlamchiligidagi harbiy qo'shin unga qarab kelmoqda edi. Bu qatimqi jang Angliyaga kemining hukmronlik qiladiganligini belgilaydigan jang edi. Bu qatimqi jang Angliyaga kimning hukmronlik qiladiganligini belgilaydigan jang edi. Jang bo'lgan shu kuni atdiganda Richard bir at baqarni o'zi eng yaxshi ko'radigan jang etini tayyorlashga buyurdi. At baqar to'mirchiga atni tez taqila, padişah uni minib jangga atlanmoqchi deydi. To'mirchi uningga sal kutib tur. Necha kunning oldida men butkul qo'shinning etini taqilab chiqqan. Hozir to'mir parchasi tepib kelishim kerak deydi. At bakar titildab onunğa varqırab, men yeni saqlab turolmayman. Padişahning düşmeni bizga qarab kelmoqda. Biz jang maydoniga chiqib, düşmanga taqobil turishimiz kerak. Nima bo'lsa shuni ishlatib turmamsan, deydi. To'mirchi bosh cho'kirib ishlaydi. O bir to'mir yaproqchidan 4 tane taqa qilib, uni urib tuzlab, kesib, shaklga kirgizib, atning tuyuqiga turaqlashtirib, andin mix qaqidi. Atning 3 tuyuqini taqalab bo'lgandan keyin mix tugab ketdi. 4-tuyoqqa taqib bekitishga mix yetmaydi. O, "Menga yana bir 2 tal mix kerak. 2 tal mix yasashga yana azroq vaqt bergin" deydi. Atbaqar aldirab turib, "Men sana yana kutib turishga vaqt yetmaydi demedimmi? Jangga atlanish signali chilinib bo'ldi. Eplab-saplab birmini qilib turolmamsan" deydi. To'mirchi, "Men 4-tuyoqqa taqini mixlab qo'ya olmayman. Ammo qolgan 3dek mustahkam bo'lmaydi" deydi. Atbaqar, "Taqini tutib tura olamdi" deb so'raydi. To'mirchi, "Tutib tura olishi mumkin, ammo men kesib birnimi deyolmayman" deydi. Atbaqar, "Emisi shundoq bo'lsin, tezroq bo'l. Bo'lmasa padişah ikkimizni bo'sh qo'yatmaydi" deydi. Ikki taraf qo'shini qattiq elishdi. Padişah Richard ataqiga o'tib, o'z askarlarining dushmanga taqobil turishiga haydakchilik qildi. O, "Hurra! Hurra!" deb vaqirab, dushman supiga hujumga o'tdi. Arqadan o'z qo'shini uningga agishib hujumga o'tdi. O, tuyuqsiz bir qancha askarining jang maydonining yana bir tarafidan qochib kelayotganligini yiroqdan ko'rib qoldi. Ularning qochqinini boshqa askarlar ko'rib qolsa, ularning chekinishi mumkin edi. Shuning bilan Richard ularning yeniga borib, ularni jang maydoniga qaytarib kelmoqchi bo'ldi. Ammo u azroq manga-mangmayla
etining bir tuyqudagi taqa tushib qolib, at müdürülüp ketidi. Richard mu yerga yiqilib tushdi. Padişah atning chulvurini qayta tutib, o'rnidan turishga harakat qilishiga o'rkib ketgan at uni tashlab qo'yib qochib ketdi. Richard atrofga qarab, askarlarining bas-basta keyniga chekinayotganligini, dushman askarlarining ularni qo'rshovga ilib olganligini ko'rdi. O qilichini havoda pulang'itib turib, davlatimizning og'dirilishiga mushu bir at sabab bo'ldi deb vaqiraydi. Uning minadigan eti yo'q edi. Uning qo'shinimi hech nimaga qaramay taraf-tarafga tarqab ketgan edi. Uzun o'tmay dushman taraf Richardni asirga oladi, jang oxirlashadi. Shuningdan e'tiboran kishilar bu ishni mundaq deyishgan. Bir tal mixning kam bo'lishi bilan bir tuyoq taqlanmay qoldi. Bir tuyoqning taqlanmasligi bilan jang eti qochib ketdi. Atning qochib ketishi bilan jang mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Jangning mag'lub bo'lishi bilan davlat qo'ldan ketdi. Bu oqibatni keltirib chiqargani ash kichkina bir tal mix. Bu danglik ajoyib hikoya olamdan o'tgan Angliya podshohi Richard III'ning taxtni tartqizib qo'yish kechirmishi edi. O 1485-yili Persiya urushida etib o'ldirildi. Shakespeare at bir at degan bir jumla so'zi orqali bu tarixni mangulik xotirlab qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda kichkina savallikning qanchalik zo'r ofat elib keladiganligini tushuntirib berdi. İşlarni to'g'ri mo'ljallash uchun universal qarashga ega bo'lish zarur. Jamiyatdagi har xil hodisalarni atrofli kuzatish, ko'z oldida yuz berayotgan ishlarning qandoq ta'sir qilish kuchi bor, qandoq yo'linishga ega, qandoq yoshirin ta'siri bor deganlarni atrofli kuzatish intayin muhim. Tizdamak sahasının peshvosi McDonald 1994-yili 15-navbatlik Dunyo Longqusi futbol musobaqasida savdo fursatini ching tutib, o'zini namoyon qilib, o'zlarining yemeklik qachilaydigan qog'oz xaltasining sirtiga musobaqaga qatnashgan 24 davlatning davlat bayrog'ini besib chiqardi. Aslida bu xil yangilik her qaysi davlatlarning futbol maydonlarini o'z ichiga olgan iste'molchilarning qizg'in qarshi olishiga muyassar bo'lish kerak edi. Ammo afsuslanarligi shuki, Saudiya Arabistonining bayrog'ida Qur'ondan ilingan sura bo'lib, ularning bu xil savdoni ilgari surish maqsadi qilgan tadbiri arablarning intayin noroziligiga uchragan. Chunki ichidagi yemeklikni yeb bo'lgandan keyin bu xalta maylashib intayin meynat bo'lib ketadi. Shunga kishilar uni purlab axlat to'ng'iga tashlab etadi. Buni arablar bu islom diniga qilingan hurmatsizlik, Qur'onga qilingan haqorat deb qaragan. Norozilikka uchragandan keyin xeli ko'p mablag' silingan bu xil setishni ilgari surish harakati mag'lub bo'ladi. McDonald barliq yemeklik xaltalarini yig'ib olishga majbur bo'lib, bu qatimki harakatda mag'lub bo'ldi. McDonaldning bu qatimki xatoligi bizga mahsulot sifatining yuqori, shirkat safosining yaxshi bo'lishidan sirt, bozorga texmo yaqinlashish, iste'molchilarga texmo yaqinlashish kerakligini. Qadrli qarindoshlar, neçelik vaqt bo'ldi? Bir qarab bakalım. 49 minut bo'ldi. Hozir İstanbulda asr namozininki azoni o'qildi, qadrli qarindoshlar. Bir ikki qur mazmun qoldi. Shuni tugatgandan keyin qolgan mazmunni inshaalloh 59-sin darsimizda birlikda o'rganamiz. Tadbir yay sin darsida. McDonald'ning bu qatimki xatoligi bizga mahsulot sifatining yuqori, shirkat safosining yaxshi bo'lishidan sirt, bozorga texmo yaqinlashish,
iste'molchilarga texmi yaqinlash kerakligini, setiladigan mahsulotning har bir kichik halqalariga qadar diqqat qilish kerakligini, shunda qilgandila andin o'rinsiz ziyon tortishdan saqlanib qolg'ili bo'ladiganligini tushuntirib berdi. Qadrli qarindoshlar, davosi bugungi mas'uliyat iqtidorni besib tushidi degan kitobdan o'rgangan 4-bobdan, ya'ni vazifani, mas'uliyatni to'liq o'rinlang, mas'uliyatni odatga aylantirib oling degan bobdan hozirning o'zida ishlang darhol degan mazmun, ondan keyin kasbni suyish mas'uliyatning davomi degan mazmunni o'qib 4-bobni tugatdik. 5-bobda, ya'ni ismi inchki tafsilot orqali mas'uliyatni namoyon qilib bo'ladi, mas'uliyat g'alaba yoki mag'lubiyatni belgilaydi degan bobga buningdagi tunji mazmun azroq mas'uliyatsizlik qilishmo zo'r badal to'lashga majbur qiladi degan mazmunni, ya'ni bir tal mix, taqa, at, ama shu voqelikni dunyoga dağlıq nurg'un odamni misolida buni o'rganib o'tdik. Demak, mas'uliyat iqtidorini besib tushdi ekan. Kasbni suyish mas'uliyatning davomi, ya'ni bu ya qilgan ishingni so'y yoki so'ygan ishingni qil. Mushu bir mening turmush falsafam, ish qilish prinsipim. Mushu uchun ma'qul qadrli qarindoshlar, agar loyiq bo'lsa, bu darsni anglagandan keyin boshqa qarindoshlar bilan paylaşib qo'yinglar. İnşallah namozni o'qib bo'lib, Alloh xolisa 59-darsimizda 5-bobni tugatamiz. Buningda nima mazmun bor ekan desa, 5-bobda azroq mas'uliyatsizlik qilishmi zo'r badal to'lashga majbur qiladigan o'rganib bo'ldik. Hamda mas'uliyat inchki tafsilotlarda ifodalanadi. Xizmatda kichik ish yo'q. Ko'ngil qo'ysingizda kichkina alomatdan shu ishning mohiyatini bilalaysiz degan mazmunni o'rganamiz. İnşallah 60-darsimizda 6-bobni, 70-da 7-bobni, 71-da 8-bobni yoki 9-bobni o'rganamiz inshaalloh. Bir 10 dars bo'lib qolgandek turdim. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Agar yaxshi ko'rsangiz boshqalar bilan paylaşinglar. Tadbiryay.com ga kirsanglar, YouTube kanalimga kira olasizlar. YouTube kanalimga a'zo bo'linglar, qadrli qarindoshlar, boshqalar bilan paylaşinglar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.